Do'stlar, O'zbekistonda mana shunday bitta texnikani olib, O'zbekistonda ishlashga nima deysizlar? Oxirigacha ko'rsangizlar, oyiga necha pul topsa bo'ladi mana shu texnikada. Agar o'zingizniki bo'lsa, hammasini sizlarga yoritib beraman. Qancha pulga olsa bo'ladi. Bu akamizga intervyu bering deb so'ragandim. Akamiz sal uyaldi. Yo'q, lo'shi kerak emas dedi. So'rab bilib oldim, akamiz mana shu texnikalarni уже 30 millionga olsa bo'ladi deyapti. Texnikani ham 30 million dollarga. Bizda pulga hozirgi deb 400 milliondan oshadi so'mga hisoblaganda. Qancha topasiz bir kuniga desam, bir kuniga 1,5 mingdan dogovor qilganman deyapti. Ya'ni 1,5 million so'mdan. Bu где-то 500 ni solyarkaga qo'ygan taqdirda ham уже 1 million so'm qolyapti o'rtoqlar. Yomon emas, o'rtoqlar, shunaqa texnikangiz bo'lsa, o'zingiz Rossiyada yurmasdan ota-onangizni barida kelib ishlasangiz bo'ladi. Nima deysizlar o'rtoqlar, o'zingizni fikrlaringizni kommentariyada yozib qolishni so'rab qolamiz. Kim mana shunday texnikalarga pravo olmoqchi bo'lsa, Rossiyadan biz pravo olib beramiz. Space texnikalarga ekranda nomer qoldiraman, men o'zim WhatsApp nomerim bemalol murojaat qilsangizlar, xudo xolasa O'chjobni sentr orqali bizlarda hozir aksiya ketyapti may oyiga. Telefon qilsangizlar hammasini tushuntiraman o'rtoqlar.